bid'at bor. Shuni to'g'rilasa, hamma bid'atlarga nuqta qo'ysa bo'ladi inshaalloh. Ayollarni ushlamoqligimiz ar-rijalu qawwamuna alan-nis, erkaklar kemaning sardorlari deydi. Oila boshqaruvchilari jonsiz haykal bo'lib uyda o'tiravermasdan, erkak taqvo bilan, muhabbat bilan, ixlos bilan bir yondashi, "Ey Allohdan qo'rq, men javob berar ekanman, sen omonat ekansan." Nini al-ummu madrasatun, ayol madrasa. Ayol aynidimi, mamlakat ayniydi. Ayol ma'rifatli bo'lsa, mamlakat ma'rifatli bo'ladi. Ayol hayoli bo'lsa, farzandlar hayoli bo'ladi. Ayol zabardast, haqiqatda halol, pokiza, haqiqatda ham Allohga muhabbat bilan bog'lanadigan bo'lsa, uni farzandlaridan olimlar, fozillar, muhaddislar, mufassirlar, ziyolilar dunyoga keladi. Bu millatni beshigini tebratgan onalarimiz halollik bilan, hayo bilan, o'zlarini nihoyatda xokisorlik bilan tarbiya qilganliklari uchun zurriyotlardan fozillar dunyoga keldi.